Assalomu alaykum hammaga, obunachilarim, yaxshimisizlar? Bugun men sizlarga litra bilan qalqonni sehrlashni o'rgataman. Buning uchun bizga unbanik uch kerak bo'ladi. Keyin envelda uni sehrlab olamiz. O'zim olib qo'ygan ekanman. Elitrani bu yoqqa, urbanikni bu yoqqa qo'ysak, elitra sehrlanadi. Bu sehr bilan darajoyga mana shu qalqon elitra ishlanadi. Keyin yana bir narsani o'rgataman. Buni menimcha Minecraftda ko'pchilik bilmasa kerak. Buni mana bu yerga qo'yib bo'yab olamiz. Xohlagacha bo'yab olishinglar mumkin. Keyin buni oddiy crafting table'ga qo'yib olasizlar. Qalqon bu yerga, bayroq bu yerga qo'ysak, mana qalqon hosil bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Mana, ko'rib turibsizlar. Shu yoqqacha ko'rgan bo'lsanglar, rahmat. Like va obuna bo'lib qo'yinglar. Qaysi video ko'rmoqchi bo'lsangiz kommentariyada yozib qoldiring.